Amira opa, eng katta orzungiz nima? Sen faqat ishim ko'pligida videom bilan kelaversan oldimga. Marketlar bilan turganimda umang, pomada surib olay. Vocharimdan boshqa orzum yo'q. Jiyanim bo'lgandan shu bolani o'raverdim. Eng katta orzungiz nima? Yo'q, menga emas. Voy. Katta orzuyim, iblis qo'rquvim. Bundan yengmoqchiman. O'shani yengganimda orzuyim amalga oshadi. Diving qilib qolish. Faqat dunyo kezish, Alloh yaratgan go'zal joylarni o'z ko'zim bilan ko'rish. Eng katta orzuyim aslida juda oddiy. Yaqinlarim hammasi sog' omon bo'lsa bo'ldi. Lekin moddiy orzularimdan biri bilasan, men qariganimda dengiz bo'yida shunaqa uyim bo'lishini xohlayapman. Oynalari katta, shunaqa uyg'onganimda faqat dengiz bir qadam, orqasi o'rmon, oldi dengiz. Mana shunaqa uyni lekin qarigan chog'imda. Hozir men aktivman ishlayapman. Mendan pensiyamni o'sha yerda kitob yozib, ba'zi bir dengizdan ba'zi bir qarashni shu narsani xohlayapman va bu bo'ladi. O'zimni biznesim bo'lish. Dunyo kezish. Ular men krasotga tushish bo'yin. Xudo xolasa Turkiyaga sayohatga borish. Professorlik diplomini olish. O'zimga uyim bo'lish xohlayman. Men dengizda oldida. Turgan bino bor, eng baland bino. Shunday ko'rinib turibdi. O'sha binodan butun Toshkentni endi bilmayman, balki men uy sotib olgunimgacha balki bundan ham baland uylar bo'lib ketadi, lekin mana shunaqa baland binoda uyim bo'lishini juda ham xohlayman. Eng katta orzuyim oppoq yaxta sotib olish. Butun dunyoni aylanish va undan keyin oyga chiqib oydan yerni tomosha qilish.